Yer yuzidagi eng katta jonzot ko'k kit. Vafot etganda nima sodir bo'ladi? Aytishlaricha, ko'k kit yaqinlashib kelayotgan o'limini sezadi. Shu bois u o'z yashash hududidan yuzlab kilometr uzoqlikka suzib ketadi va so'nggi kuchini jamlab dengizning eng chuqur qatlamlariga sho'ng'iydi. Bu hodisa kit qulashi deb ataladi. Avvaliga akulalar va ilonbariqlar bir necha kun davomida kit tanasi bilan oziqlanadi. Go'shtning asosiy qismi tugagach, mayda qurtlar yirtqichlardan qolgan qoldiqlarni yemirib tugatadi. Oradan vaqt o'tib, zombi qurtlar paydo bo'ladi. Ular kit suyaklariga kislota ajratib, ularni parchalab yuboradi va ichida saqlanib qolgan yog' hamda oqsillarni ochib beradi. Bu moddalardan simbioz bakteriyalar oziqlanadi. Ular esa o'z navbatida kit skeleti atrofida yangi hayot shakllarining paydo bo'lishiga imkon yaratadi. Natijada dengiz tubida butun bir ekotizm vujudga keladi. Bu jarayon deyarli 100 yil davom etadi. Bitta kitning tanasi 43 dan ortiq turni va 12490 dan ziyod organizmni boqishi mumkin. Shuning uchun ham aytishadiki, kit o'lganda yuzlab jonzotlarga hayot baxsh etadi. Bu yaratilishdagi aql bovar qilmas hikmatni ko'rsatadi. Hech narsa isrof bo'lmaydi. Yaratilgan har bir narsaning maqsadi bor. Har bir tafsilot mukammal rejaning bir qismidir.